Futbolni faqat futbolchilar o'ynamaydi. 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan birlashma kubok futbol musobaqalari tashkil etilmoqda. Musobaqada O'zbekiston Milliy media birlashmasiga a'zo tele va radio kanallar jamoalari faol ishtirok etdi. Bellashuvlar do'stona muhitda sog'lom raqobat asosida 6 ta jamoa orasida o'tkazildi. Hammalarni ommaviy axborot vositalari kuni bilan tabriklayman. Shu kun munosabati bilan o'tkazilgan futbol musobaqamiz juda ham qizg'in o'tib boryapti. Bu yoq tarafda Zo'r TV, Biz TV kuchli, bu yoq tarafda My5, Renaissance komandalari. Biz hozir My5 va Renaissance komandalarini yutib, xudo xolasa finalga yo'l oldik. O'yin yaxshi bo'lyapti. Tadbir tashkillashtirganlarga rahmat kattakon. Xo'p, o'yinga keladigan bo'lsak, juda zo'r o'tyapti. Eng kuchli komanda deb sevimli aytaman. Renaissance baribir eng yaxshisi. Jamoamizda eng yaxshi o'ynaydigan operatorimiz Doston hujumda o'ynayapti. Juda faol, bir o'zi, bir 3 ta 4 tasini aldayapti. Shu tariqa Sevimli telekanali xodimlari 1-o'rinni, Biz TV xodimlari 2-o'rinni va Renaissance telekanali xodimlari esa 3-o'rinni egallashdi. G'olib va faol jamoalarga tashkilotchilar tomonidan diplomlar, kuboklar hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Ommaviy axborot vositalari haftaligining 2-kuni ham sohaga oid muhim tashabbuslar, tahliliy muhokamalar va rag'batlantirish tadbirlari bilan boyitilgan holatda o'tkazildi.